Assalomu alaykum, hello Malina obunachilari. Bugungi mavzuyimizda Malina 2dagi top 5 ta xatolik deb nomlanadi. Sizlarga agar videolarim qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha ko'rsanglar, 5-xato. Shaxsan men o'zim qilgan xatoyim bugungi kunda menga 250 ming dollarga tushyapti. Agar video qiziq bo'lsa, ko'rishni davom etinglar. Hamma xatolarni birma-bir sizlarga sanab o'taman. Birinchi xatoyimiz bu narsaga juda ham ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Birinchi xatoyimiz. Xo'p, ko'chat orasida 2 metr masofa bo'lishi shart. Nimaga deb so'rashinglar mumkin. Nimagaki bu malinalarimiz o'sib mamnun bo'lib bir-biriga yopishib pisib ketishi mumkin. Shoxlab ketganda bir-biriga yopishib ketadi. Shu hisobdan bu orasi 2 metr bo'lishi kerak. Uzunasiga ekmoqchi bo'lsanglar, uzunasiga 1 metrga 3 ta yoki 4 ta ko'chat ekinglar. Bu yerda sizlar hozir juda ham ko'p ko'chat deb menga savol berishingiz mumkin. Bu yerda juda ko'pi shoxlab ketgan. Shu hisobdan sizlarga ko'zingizga ko'chat juda ko'p ko'ryapti. Buni orasida uzog'i 7 tagacha ko'chat bor. Bu nimaga 7 tagacha ko'chat degan savol ham tug'ilishi mumkin. Chunki bu tigidan qaynab chiqqan, bahorda qaynab chiqqan va biz ularni butalaganmiz. Butalash borasida keyingi videolarimizda xudo xolisa ko'rasizlar. Bu safar men sizlarga Malina ekishdagi 5 ta xatoliklarni ko'rsatib o'taman. Mana ko'rayotganingizdek, men shu joyimda 2 metr joy tashaganman. Ko'rayotganingizdek, bu yerda terimchilagan bo'lsa, motoblok traktori yurishligi ham ancha oson, yerlarni haydashga ham ancha oson bo'ladi va terimchilaga ham oson bo'ladi va bardak bo'lib ketmaydi. Va shu bois hozir men sizlarga o'sha joy tashamagan joyimni ham ko'rsatib o'taman. Birinchi qilgan xatoyimni. Ketdik. Mana ko'rib o'tganingizdek, mana shu meni birinchi xatoyim. Orasini 2 metr emas, ortiga 70 sm yoki 50 sm qoldirganman. 50-70 sm oralig'ida qoldirganman. Mana ko'rganingizdek bu butalab ketgan, shox-shoxli ulanib ketgan bunday bo'lib. Buni orasidan terib chiqish ham azob, qancha ko'chatlar anaqalar ham nega Malina mahsulotlarimiz ham donlar anaqa qurib qolib, terimchilarni ko'rmay qoladi. Bu tabiiy holat. Mana 50 sm, 70 sm joy qoldirilgan. Bu meni birinchi xatolarimdan bittasi. Sizlar ham agar buni xatolarni qilishni xohlamasanglar, iloji boricha 2 metr yoki 1,5 metr masofa tashlaylar. O'shani teruvchilik ham oson, bu orasida motoblok yurishligi ham oson. Va o'zingizga ham qulay bo'ladi, chiroyli bo'lib turadi. Hozir mana bu changalzor bo'lib qolganda. Bu ko'rib turganingizdek, ancha noqulay terimga ham, motobloklar ham hamma narsaga noqulay. Shuning uchun bu meni birinchi xatoyim. Iloji boricha bu xatoni qilmanglar. Orasini 2 metr tashlaylar, uzunasiga 1 metrga 4 ta ekinglar, ya'ni 25 sm tashlaylar. Bu meni birinchi xatoyim bo'ldi. Xo'p, Malinani endi ikkinchi xato. Shaxsan men o'zim qilgan xato. Men boshi Malina ekkanimda ustidan himoya qilgan bunaqa ko'rtirgandek, tepasiga qora setka bor-ku. O'shandan qo'ymaganman. Buni qo'ymaslikning oqibatlari juda yomon. Hosilingizga va ko'chatlaringizga juda kuchli zarar beradi. Bu nima foydasi nima deb so'rashingiz mumkin. Bular quyoshdan himoya qiladi. Quyosh issig'ini 70% gacha qaytaradi bular. Quyoshdan himoya qiladi. Agar bularni sizlar bu setkadan qo'ymasanglar, birinchi o'rinda ayrilamandan sizlar ko'chatinglarni gulidan, Malinaning gulidan ayrilasizlar. Ikkinchi o'rinda hosilidan ayrilasizlar. Hosillari burishib ketadi. Bu bir. Ikkinchidan hosillari oq quyosh urgandan keyin oqarib, chetlari g'alati rang bo'lib, oppoq bo'lib, atxotga chiqib ketadi. Bu sizga juda katta zararga tushishi mumkin. Shu hisobda mana shunday quyoshdan himoya qiladigan setkalarni qo'yishingizni men maslahat beraman. Bu meni shaxsan ikkinchi xatoyim bo'lib, shu qora salafan setkalarni ustidan yopmaгаnim bu meni ikkinchi xatoyim bo'ldi. Va shu xatoning orqasidan men juda ko'p zararlarga tushganman. Ko'chat ham yo'qotganman, hosilimni ham yo'qotganman va atxot ham olganman shu hisobda. Va mana shu qora setkani tortganimdan keyin xudo shukr hamma narsa o'z ichiga tushib ketgan. Va men sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Absolutni mana shu qora salafanni setkani ustiga quyoshdan himoyalovchi setkani yopishni maslahat beraman. Hozir o'yishim mumkin. Hozir ochiq qo'yishim mumkin. To'g'ri, albatta ochiq. Uje kuzku 20 sentyabr hozirgi paytda. Bu setkani qachon qo'yish kerak degan savol ham tug'iladi bir xilda. Shu o'rinda aytib o'tdik. Bu setkani 28 gradusdan oshganda qo'ysa bo'ladi. Ya'ni bahor oyini may o'rtalarida bu setkalarni qo'yish kerak va sentyabrni o'nlardan bu setkalarni yig'ib qo'yish kerak. Hozirgi kunda 2025-yil 22-sentyabr bu setkalarimizni olib tashlaganimizga bir haftadan oshyapti.
Shuning uchun bu setganimiz yo'q. Ming bor uzr so'rayman, bu videomiz ancha kechroq chiqib qoldi. Mana aytib o'tganimdek, setkalar qo'yish kerak, quyoshdan himoyalanish uchun. Bo'ldi, shu meni ikkinchi xatoim bo'lgan. Hop, endi malina kirishdagi 3-xato. 3-xato nimada? Ko'pchilik malina orasi eniga 2 metr joy qolgandan keyin ko'pchilik o'ylaydi. "Va, mana shu 2 metrlik joyim bo'sh qoladimi? Ya qumdan ekib yuborishim kerak. Qulupni, kartoshka, pomidor, bodring ekib yuborsam yaxshi-yu, bittada ikkita quyonni urgandek bo'laman." Yo'q, bu juda ulkan xato. Nimaga deganda, bodringni o'zini kasalligi bor, pomidor o'zini kasalligi bor, qulupning o'zini kasalligi bor, kartoshka ayniqsa o'zini kasalligi bor yoki boshqa o'simliklarning o'zini kasalligi bor. Bu malina faqat o'zi ekilishi kerak. Buni orasiga umuman boshqa poliz mahsulotlari yoki boshqa daraxt mahsulotlari, mevali daraxtlarni ekish qat'iyan mumkin emas. Men o'zim shaxsan bunasiga qarshi chiqaman. Bu malina faqat malinazorda malina bo'lishi kerak. Bo'ldi, boshqa narsa bo'lishi kerak. Nimaga deganda, qulupniyda bilasizlar, kleysh, trips, keyin har oq pashsha, shira, mana kasalliklar tushib, qulupniyni tomon qilgandan keyin ular malinaga o'tib ketadi. O'zingizlar bilasizlar, qulupniy, pomidor, bodringlar kasal chaqiruvchi meva turlariga, sabzavot va meva turlariga kiradi. Shu hisobdan men ularni ekmayman degan bo'lardim. Bu meni 3-xatoim bo'lib, o'zim o'sha payt ko'proq narsa ekib, ko'proq daromad olaman degan maqsadda ekkanman. Aksincha bo'lgan. Nima bo'lib, har ikkalasidan ayrilganman. Malinamdan ham ayrilganman. Qulupniyimdan ham ayrilganman. Pomidorimdan ham ayrilganman. Na u bo'lgan, na bu bo'lgan. Shu hisobda men sizlarga men qilgan xatoni qilmanglar. Iloji boricha malina bo'lsin. Qulupniymi, qulupniy bo'lsin. Pomidormi, pomidor bo'lsin. Bodringmi, pomidor bo'lsin. Hammasi o'zini joyida bo'lsin. Hech qaysi boshqa joyga bir-biriga qo'shib, mix-up qilib ekmanglar. Bu meni sizlarga beradigan maslahatlarim. Top hech kim bermagan maslahatlarimdan bittasi. Malina ekilishdagi 4-xatolik. Bu malina ko'chatingizni batom ham o'ldiradi. Bu nima deb o'ylashingiz mumkin? Ozuqami yoki zaharli dorimi? Yo'q, bu emas. Bu biz kundalik davomida ishlatib keladigan suv. Ha, to'g'ri. Suv qanaqasi o'ldirish mumkin deysiz? Menda shunaqasi bo'lgan, malinalarimni o'ldirib qo'ygan. Bu ko'pchilik ishlatadigan suv, ya'ni artezan suvi, sho'r suv. Qanaqa suvda sug'orish kerak bunda desanglar, buni sho'rlik darajasi 1.7 dan yuqori bo'lib ketmagan darajada sug'orishlik kerak bu malinani. 1.7 eslab qolinglar. 1.7 bo'lgandagina, 1.7 dan past bo'lgan suvdagina sug'orsanglar, malinalar chiroyli o'sib, mana shunaqa yam-yashil bo'lib, bunaqa katta hosillarni berib, sizlarni bozorlarni chaqqon qilib, cho'ntagidan qappaytiradigan darajada zo'r hosillarni beradi. Agar sho'r suv bilan sug'oradigan bo'lsanglar, malina bilan to'g'ri xaylash qo'yishga tayyor bo'lib turinglar. Chunki bu malinalar sho'r suvga umuman chidamsiz bo'ladi. Agar suvni darajasini qayerdan bilaman desanglar, ko'p agrodomlarda borsanglar, o'sha yerda suvlarni qay darajadaligini tekshirib beradi. Bu meni 4-ulkan xatolarimdan bittasi bo'lgan. Sho'r suvda malinani sug'orib qo'yganman va nobud qo'yaman anchasini sho'r suvda sug'orib qo'yganim uchun. Hozir kunga kelib, men yonimda aru bor, o'sha aruni suvdan sug'oraman. Endi nima o'sha payt aruni suvdan sug'ormagansan deb savol berishingiz mumkin. Chunki men o'sha payt moliyaviy anaqasi yaxshi bo'lmagan, arudan suv olib keltira olmaganman. Turbala qilib. Arudan hozir biz 2 kilometrcha uzoqlikdamiz. Shu hisobda men suv olib keltira olmaganman. Endi o'zingiz bilasizlar, finansiy taraflama ozgincha qiyin bo'lgan boshida. Hozir kelib Xudoga shukr, arig'imiz bor, arudan suv tortib kelaman. Shu yerda faqat aruni suvini ichadi bular. Umuman sho'r suv bermayman. Sho'r suvda sug'orib qo'ysanglar, ko'chatinglarni batamol quritib o'ldiradi va sizlarni hosildan mahrum qiladi va sizlar balon suvini olgan ko'chatinglar va asos chiqishi mumkin. Shu hisobdan men sizlarga sho'r suvdan voz kechishlarni maslahat bergan bo'lardim. Va iloji boricha arun suvida sug'orib, bemalol bu malinalar sug'orib bo'lsa bo'ladi. Va nihoyat 5-xato. Bu meni hayotimdagi eng ulkan xatolardan bittasi bo'lib, mana shu ko'rib turgan butun boshli malinazorlarni men ijaraga olganman tartibda. Endi ijaraga olganman, shu joyini men tashlab chiqib keta olmayman. Chunki nima deganda, bu mana shu ko'rib turgan 45 sutli joylarni o'zidan men yiliga $50,000 daromad oladigan joy bu. Sizlar o'ylashingiz mumkin. Buni oson yechim bor. Shuna ko'chatlarni olib, yer ko'chat qilib
chiqib ket, boshqa joyga borib ek, o'zing yer sotib ol. To'g'ri, shunaqa qilsam ham bo'ladi. Zo'r ideya. Masalan, olib chiqib ketishim ham bo'ladi. Lekin bu keyingi yil yana bahordan o'sib chiqadi bu. Masalan, oilalar marinachilar bo'lsa, bu narsani yaqqol yaxshi tushunadi. Chunki nimaga deganda bu marinalar o'zidan ko'p chiqaraveradi. Mana bitta olib tashlagan, bitta ko'chib olinganda eng kamida bu 5 ta, maksimum bu 50 tagacha ko'chat chiqib keladi bitta olingan joyda. Shu hisobda men bu joyni tashlab chiqib keta olmayman. Chunki bu yerda meni oltin zaxiram yotibdi desam ham bo'ladi. Chunki masjidda o'zida 50 mingta ko'chat. 50 mingta ko'chatni men eng kamida $2 hattasini sotganda ham menga $200,000 pul keladi. Shu hisobda men bu joyni tashlab chiqib keta olmayman. Bu joyi egasi menga sotaman deganda ham men bu $250,000 ga sota olishga ham majburman. Yaqinda bitta gap eshitdim, bu joy hattoki sotiladigan chiqdi. Men ham hattoki shu joyni endi arzimagan boshida 2 yil oldin qilgan xatoim uchun mana shu kunga kelib shu joyni sota olishga majburman. Sizlarga beriladigan maslahatim nima? Marina ko'chat oldinglarmi? Uni o'zingizning joyingizga ekinglar. Iloji boricha o'zingizning bo'lsin. Masalan, bir xil aytish mumkin. Radnoy meni joyimga ek. O'rtoq meni joyimga ek. Meni qarindoshlar bo'lsin. Akalar bo'lsin. Yo'q. U kiminglar bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizning joyingizga ekinglar. Chunki bu marina juda ko'p yillik daraxt ham bo'laradi. Bu haqiqatda daraxt o'rnini bosadigan, daraxtlar hatto raqobatlashadigan meva turiga kiradi. Men bu marina bog'imni tashlab chiqib keta olmayman. Men Naryodan ham 1 gektar yerim bor. O'sha ham marina zorib qo'yganman. Lekin men shunday turgan, yashnab turgan joyimni tashlab chiqib keta olmayman. Ko'chatni olib ham chiqib keta olmayman. Chunki bu yoqda misli ko'rinmagan darajada xazina yotibdi desam bo'ladi. Va men nima qildimki, xudo xolasa shu joyni endi egasi bilan kelishgan holatda shu joyni $250,000 ga hatto sotib olishga majbur bo'ldim. Ana shu boshida 2 yil oldin qilgan xatoim bu yilga kelib menga juda katta qimmatga tushyapti. Ana shu hisobda men sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Marina ko'chat oldinglar, faqatgina o'zingizning joylarga ekinglar, boshqasining joyiga emas. Chunki baribir bir kun kelib, bir kun to'p-tor kelib qolib, bu joydan masalan sizlardan chiqarib yuborishi mumkin yoki bir narsa bo'lishi mumkin. Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. O'zingizning joyinglar bo'lsa, unga yetadigani yo'q. Shu hisobda men sizlarga videodan boshida aytib o'tganimdek, marina ko'chat olganidan keyin buni o'zingizning joylarga ekinglar. Bu men sizlarga ulkan oltin maslahatim bo'ldi. Hop, bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, shu 5 ta xatolardan sizlarga o'zingizga yetarlicha xulosa chiqarib oldinglar deb o'ylayman. Agar yana qanaqa xatolar bo'lsa, kommentariyaga dehqonlar, mirishkorlar yozib qoldiringlar. Men xudo xolasa ularni ham video qilib chiqarishga harakat qilaman. Va bugungi videolarim xudo xolasa sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Va sizlarga qanaqa yana savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men ular haqida ham xudo xolasa keyingi videolarimda yaxshi chiroyli videolar ishlab chiqaramiz. O'zimizga yaxshi videolar ishlab chiqaramiz. Men sizlarga xayr qilib qo'yaman har doimgidek. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.